Assalomu alaykum futbol muxlislari. E'tiboringiz markazida Futbol News kanali. Jahon futbolidagi eng so'nggi yangiliklar bilan sizlarni tanishtirishda davom etamiz. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Demak, boshladik. Lionel Messi terma jamoa tarixidagi rekordchiga aylandi. Lionel Messi terma jamoalar darajasida jahon rekordini o'rnatdi. 38 yoshli hujumchi bugungi Puerto-Riko bilan bo'lgan o'rtoqlik uchrashuvida 2 golli uzatma berdi. Shu bilan uning Argentina terma jamoasi safidagi assistlari soni 60 taga yetdi. Messi shu tariqa Neymar va AQSh terma jamoasi sobiq hujumchisi London Donovanning natijasini yangiladi. Neymar va Donovanning assistlari soni 58 tani tashkil etadi. Professional karyerasi davomida klublar va terma jamoani qo'shib hisoblaganda Messi 398 ta golli uzatma amalga oshirgan.